mana monovi qand. Mana butun. O'sha yerda qizim. Bunday qilib turing-da. Mana butun. Butuni. Bularni qand deb ko'proq mana gaz zapravkalarda, keyin aptekalarda beradi buni zdachiga. Buni mana ochyapmiz mana. Mana. Mana ochyapmiz mana. Qand. Mana. Qand mana. Yangi ochdik mana. Yangi ochdik. Endi bu qand emas ekan bu. Bu nima ekan? Salfetka ekan bu. Qanday qilib ochuvdingiz qizim? Bunday tilingiz tegsa, senday ichicha joy uyiydi ekan. Jinday uyitib olsa mana suv tegdi mana ishyapti. Jinday mana suv tegsa mana jinday mana suv tekkizyapman mana ishyapti mana. Ko'ryapsizlarmi? Endi buni mana qaranglar mana. Mana bunday qilsa mana. Mana qaranglar. Hozir yana jicha ho'llab olamiz mana. Mana yoqda manaqa nimasi ham bor. Tamg'asi ham bor. Bunaqa tamg'asi ham bor mana. Bunaqa zdachiga narsalar bersa olib yurmanglar mana. Ochyapman mana polniy salfetka mana. Salfetkami bu? Nima bu bilmaymiz. Mana yosh bolalarga bersa og'izga teganda bu namligi hisobiga ham qandga o'xshab shimilib ketaverar ekan mana. Mana ochilyapti. Mana. Mana. Bunaqasini endi birinchi marta ko'rishim. Yosh bolalarga narsa berayotganda ozgina hushyor bo'linglar. Tepalardan ol qizim. Mana salfetka o'p oldi mana. Oldingilarni ochuvdik mana. Yangi hammani ko'z o'ngida ochdik mana. Mana shunaqa nimadan chiqyapti mana. Mana shunaqa qand qog'oziga o'xshagan qand deb beryapti. Mana ochuvdik mana salfetka ekan bu. Hushyor bo'linglar yosh bolalarga beradigan narsalarga.